Assalomu alaykum qadrli bo'ysunliklar. Mana bugun kunimiz 10 dekabr 2025-yil. Kuniga dushanba kunimiz. Bo'ysunda 3 kundan beri tinmasdan yomg'ir yog'yapti. Ko'pchilik aytadiki, penobloklar havodan bo'lmaydi, yomg'irda eriydi, yaxshi saqlanmaydi, yaxshi erib ketadi. 3 kundan beri tinmasdan yog'yapti. Mana namda, havorda turibdi bloklarimiz. Mana sifatini ko'rishingiz mumkinki, o'ta ham go'zal, o'ta ham chiroyli holatda. Biror joyi emas, biror joyiga shikast yetgan emas. Mana usti. Mana ko'rishingiz og'zini o'ta ham holatda. Tagida faqat xalta tashlangan bo'ldi. Mana shu havorda 2000 tadan ziyod blogimiz turibdi. Nari yoqda yana 2000 ta qurigan bloglarimiz turibdi. Bu videoni ko'rayotganlardan iltimos qo'lar edikki, manfaatli bo'lish uchun kimgadir kerak bo'lishi mumkin. Bo'ysunda yaxshi sifatli penobloklar qishda ham bormi deb qidirib yurganlar uchun bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yishingizni iltimos qilar edik. Manzilimiz Bo'ysun tumani 4-kollej orqa tomonida. E'tiboringiz uchun rahmat.